Assalomu alaykum. Men yana o'sha Aliyeva Gulchehraman. Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Eson-omonmisizlar O'zbekiston ayollari? Charchamayapsizlarmi? Bir nimalar o'rgatib, ovqatlar o'rgatib, yo salatlar, yo qozon yuvishlarni o'rgatib, deganlar ko'payib ketgan. Men onam, otam o'tib ketishgan, rahmatli bo'lib, Xudo rahmat qilgan. Adam rahmatli Yo'ldosh aka degan urushga borganlar. 41-yilda, 21-yil bo'lganlar. Hozir bo'lganlarida 100 yoshdan oshgan bo'lardi. Onam 28 yosh bo'lganlar. Ziyorat otlari. Xudo rahmat qilgan. Shu onam 28-yil bo'lsa, hozir 3 yildan keyin 100 yoshga to'lgan bo'lardilarmi? Men 45 yoshlarda meni ko'rishgan. 4 ta akam bo'lganda 45 yoshlarda meni tuqqanlar. 23 yoshimda otam ham, onam ham yo'q edilar. Lekin eng kichkina qiz bo'lib, Adam rahmatli urushdan keyin bizani ko'rgan farzandlarimizda endi. 4 ta akam tiriklar, Xudoga shukr, umrlari uzoq bo'lsin. Katta opam ham, Ra'no opam borlar. Hammamiz o'qiganmiz, Xudoga shukr, ziyoli oilamiz. Endi aytmoqchimanki, shu onam, otam yaxshi odamlar bo'lib o'tishganda, oddiy, samimiy odam bo'lishgan. Onam rahmatli etardilar bizaga. Qizim, yuzinglarga qatiq suringlar. Qatiq anaqa surib, qotgandan keyin yuvib tashlaylar. O'shanda qancha mahsulot bor ichida, vitaminlar bordirdilar. Shularni qilib keldim men, hech bo'yanmadim men. Men tengdoshlarim, qo'ni-qo'shnilar, qarindoshlarim aytadi-da menga. Yuzingizda ajin yo'q deyishadi. Ajin nimaga tushib ketadi? Shu 16-17 yosh qizlar krem surishadi, har xil narsalar, pudralar surishadi, o'zi yuzi chiroyli bo'lib turadi. Shu keyin endi 20 yil, 10 yil mayli, 15 yildan keyin yuzi qanaqa bo'lib ketadi? Ajinlar tushib ketadi, burishib ketadi. Haligi suravergan narsalar shu yuzlarni burishtiradi-da. O'shaning uchun o'zini Alloh taolo chiroyli, nurli qilib beradi Xudoyim taolo. Bo'yanmasa ham panagirama qilmaqasizlar deyman-da qizlarga ham. Mayli, bo'yanadigan narsalarni turmush o'rtog'iga erga tegayotganida, nikoh o'qilganda o'sha turmush o'rtoq to'y kuni bo'yanib kelgan, men shunaqa bo'yanishni xohlayman desa, bo'yansa boshqa gap. Yosh qizlar bo'yanmasa, nevaralarimizday qizlar bo'yanmasa, shu qizlar bo'yangandan keyin turmush o'rtog'i aha, hecham o'zgarmabsan deyishadi-da. To'yida bo'yansa, chiroyli bo'lsa boshqa gap. Ruxsat bersa, eri ruxsat bersa. Lekin aslida tabiiy go'zallikka nima yetsin? Alloh o'zi nur berib turadi. Yolg'on gapirmasa, namozda o'qisa, chiroyli bo'lib yursa, pokiza bo'lib yursa, Alloh shunaqa chiroyli qizlarga nur beradi o'zi. Qizlar pokiza bo'ladi o'zi. Gunoh qilmagan bo'ladi. Shular bo'yanmasdan yurishini xohlayman. Meni ota-onam, onalarim, adam rahmatli, onam rahmatli sodda odam bo'lishgan. Bizga soddalikni, yaxshilikni, yaxshi munosabatda bo'lishlikni o'rgatishgan. Endi yana bir narsa deyotganim, onam aytardilar, erga qarading, yerga qarading. Bu degani to'g'ri ma'noda tushunish kerak-da buni. Masalan, eringizni qo'lidan pul so'rasangiz, anaqa eringizdan pul so'rasangiz, har doim ham beravermaydi. Ayol kishining o'zida pul bo'lishi kerak. Masalan, eringiz pul bersa, xarajat qilib ketsangiz, bolalaringizga, o'zingizga narsa olsangiz, ozgina pul yig'dirib anaqa qilib qolsangiz, oxirigacha ishlatmasangiz, yoki uyingizda bir narsa qolmadi, margarinmi, bir nimami, meni qo'limda adasi pul bor, yo palanchaka, meni qo'limda pul bor, kelinlar, men o'zim olib kelaman hozir desangiz, shunaqa yoqasizmi o'sha anaqaga, eringizga? Yoki ishlagan ayollar, bir halol ishlagan ayollar, pul topganlar ham, Alloh barakasini bersin o'shalarning ishini, rivojini. Shular ham yoqadi eriga. Yoniga yon bo'lib, bir nimalarni olaman deb tursa, juda ham yoqadi mashi oilasiga. O'shanga meni onamni, otamni gaplarini gapirib,
Xudo rahmat qilsin, ularni Alloh rahmatiga olsin, jonlari jannatiy bo'lsin. Mayli namozli o'qishgan, boshqa ilmlar olisholmagan. Bu paytlarda Qur'on ilmlari yo'q edi, o'rganishlar sharoitlar yo'q edi. Bizga yaxshi narsalarni o'rgatishgan, samimiylikni, mehr-oqibatni o'rgatishgan, bir chiroyli narsalarni o'rgatishgan. Shularni men esimga tushganda mana sizlarga gapiryapman, aziz O'zbekiston ayollari. Mayli meni kim ko'ryapsa ham, birodarlar, ukalarim, akalarim, hammanglarni tan joninglar sog', umringlar uzoq bo'lsin. Topganinglar eng yaxshi joyga, mana shu Allohning baytiga, Ravzaga, jannatga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga borishlikni, topganinglar halollikni berib, halolidan berib o'sha yerga borishlikni nasib qilsin. Odamlar boshqa davlatlarga mayli o'ynagani borishadi. Istanbulga, Amerikaga, hamma yoqqa, lekin Alloh uyi o't. Alloh uyi. Alloh o'zi o'tda yo'q, Alloh osmonda, arshida, Alloh uyi. O'shatlikka borishlikni, pulinglarni eng yaxshi ishlatadigan joylar o'shatlarga borishlikni nasib ro'zi aylasin. Hammanglarni tan joninglar sog', umringlar uzoq bo'lsin. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Qalbinglar oppoq qog'ozdek top-toza bo'lsin. Chiroyli bo'lsin. Qalb egasi Alloh go'zallikni xohlaydi. Tan joninglar sog', umringlar uzoq bo'lsin. Mayli ozgina bo'lsa ham meni nasihatlarim sizlarga yoqqan bo'lsa, ko'rib yuringlar aziz birodarlarim.